Mening yonimda New Orleans shahrida barcha vampirlarga tegishli bo'lgan bizneslarning egasi. Bu opaga vampirlar do'koni, vampirlar kafesi, vampirlar restorani qarashli. Kelinglar hozirda ular bilan suhbatlashamiz va vampirlar hamjamiyati haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz. Xayrli kech. Xayrli kech. Siz bilan ko'rishib turganimdan mamnunman. Rahmat. Taklif uchun katta rahmat. Bu yerda bo'lish imkonini berganingiz uchun tashakkur. Xo'sh, umid qilamanki, haqiqiy vampir emassiz, lekin sizga nima bo'ldi? Tishlaringizga nima qildi? Shunaqa bo'lib qoldi. Tishlarim xuddi chinakam vampirnikidek. Bu hatto qiziq. Butik de Vampir nomli kichik do'konimni 25 yil avval fransuz mavzesining qoq markazida ochganman, chunki bu jamiyat uchun qiziq bo'ladi deb o'ylagandim. Aftidan tishlarim borgan sari uzayib boryapti. Hatto buvim Maritaning tishlariga nima bo'lyapti deb so'rardi. Demak, Yangi Orleandagi butun biznesingiz faqat vampirlar jamiyatiga tegishlimi? Ha. Nima uchun? Hammasi Kaliforniyada yashab yurgan paytlarim boshlangan. Rahbar lavozimida ishlardim va Yangi Orleanga ish yuzasidan kelganimda shahar meni o'ziga rom qilib qo'ydi. Shu yerda qolishim kerakligini angladim. Orqaga qaytayotib ketish unchalar mag'zum bo'lmasligi uchun bu yerdan kichkina kvartira ijaraga oldim. Qaytayotib vampirlar vinosi uchun marketing rejasini tuzdim. Uni Kaliforniyada ichganimni va Yangi Orlean uchun juda mos kelishini esladim. Kaliforniyaga qaytib rejani kompaniyaga taqdim etdim va ular rozi bo'lishdi. Bu yerga Halloween arafasida shu vinoni reklama qilish uchun ko'chib keldim va vampirlar balida katta muvaffaqiyat qozondik. Keyin kichikroq ko'chalarimizdan birida sirli do'konchi ochish zo'r ish bo'lardi deb o'yladim. Bu qachon bo'lgandi? Bu 2003-yilda edi. Ha, Hamma narsa haqiqiy bo'lishini xohlagandim. Kundaliklar, qadimiy ruchkalar, vampirlar sotib olishi mumkin bo'lgan buyumlar, arzongaru narsalar emas. Odamlar kirib, bu yerda nimalar bo'layotganiga hayron qolishardi. Do'konda nafaqat vampirlarga oid, balki sehrli buyumlar ham bor. Bu shahar buning uchun juda mos. Tunda eski gaz chiroqlari va moychiroqlar yonidan o'tganingizda go'yo o'tmishga tushib qolgandek bo'lasiz. Bu shaharda vampirlar o'zlarini juda qulay va shinam his qilishadi. Shuning uchun bu yerda o'z do'koni bo'lishi yaxshi deb qaror qildim. rahmat Marita. Vampirlar submadaniyatining asosiy g'oyasi nimada? Ko'chib kelgan paytimda Zulmat ostonasidagi muhabbat filmi mashhur bo'layotgandi. To'g'rirog'i, ular mendan keyinroq paydo bo'ldi, lekin Yo'qolgan yigitlar filmi bor edi. Anne Rice esa Yangi Orleanda vampir madaniyatini ommalashtirishda katta rol o'ynadi. Ammo ko'pchilik bilmaydiki, bizda vampirlar haqida 3 ta haqiqiy afsona bor. Qanday afsonalar ekan? Ha, sandiqli qizlar eng qadimiy afsonamiz, aka-uka Carterlar va Saint-Germain. Sandiqli qizlar 1700-yillar boshida shahar aholisini ko'paytirish va erkaklarni oila qurishga qiziqtirish uchun Fransiyadan olib kelingan qizlar haqida. Ularni doim ayollar ta'limi bilan shug'ullangan Ursulin rohibalari olib kelishgan. Rohibalar bunga bir shart bilan rozi bo'lishgan. Ularga monastir qurish va ayollarni o'qitishga ruxsat berilishi kerak edi. Afsonaga ko'ra, ularga Gertruda ismli rohiba ayol mas'ul bo'lgan va u qizlar bilan qaltis hazil qilgan. Bu hazil nimadan iborat bo'lganini hech qachon bila olmaymiz. Tarixchiman va barcha mumkin bo'lgan izlanishlarni olib borganman. Manbalarda faqat shu hazil tufayli uni zudlik bilan Fransiyaga qaytarib yuborishgani aytilgan xolos. O'ylashimcha, u yo eshikni ochiq qoldirgan va qizlarning iffati yo'qolgan. Ular esa turmushga chiqish uchun bokira bo'lishi kerak edi. Lekin afsonada aytilishicha, u eshikni ochiq qoldirgan va xonaga vampir kirib, ularni hammasini o'ziga o'xshatib qo'ygan. Ursulin rohibalari ularni monastir chordog'ida saqlashga qaror qilishgan. Agar yonidan o'tsangiz, chordoq derazalari doim mahkam yopiqligini ko'rasiz. Ba'zan biri ochilib ketadi, lekin uni darrov yopib qo'yishadi. Men o'sha chordoqqa chiqqan dunyodagi sanoqli odamlardan biri sanalaman va bu juda vahimali edi. Bu haqda saytimda o'qish mumkin. Saytim nomini keyinroq yozib beraman. Uni credo.com da o'qishim mumkinmi?
Xullas, Iltimos, katta rahmat. siz ham saytimga kirib, o'sha chordoqqa qanday chiqqanim, tadqiqot va tajribalarim haqida bemalol o'qishingiz mumkin. Hammasi juda qiziq bo'lgan edi. Dorixonam ustidagi bu xonani ham o'sha chordoqda o'zim his qilgan narsalarni boshqalarga yetkazib berish uchun qurganman. U yerda ko'p g'alati ishlar sodir bo'lgan. Mana rasmlardan biri. Vampir qizlarning hamma narsa joylariga tegdi va tashqariga chiqishini xohlashadi. Rohiba pastga tushyapti. Bugun uni yeyishadi va ozodlikka chiqishadi. Juda qiziq. Rasmda aynan shu tasvirlangan. Bu bitta afsona. Keyin aka-uka Karterlar 1900-yillar boshidagi savdoyi qotillar. Ularni qo'lga olishganida vampir ekanliklarini va yana odam o'ldirishlarini aytib, o'zlarini o'ldirishlarini so'rab qasam ichishgan. Ammo 1 yil u 1 kundan keyin yangi murdaga joy ochish uchun ularning jasadi orqasidan borishganda u yerda hech narsa yo'q edi. Na kiyim, na suyak, hech vaqo. O'shanda hamma tushundi. Ularni osishganda, lekin vampir bo'lishsa albatta qochib Albatta. ketishgan. Oxirgi afsona Saint-Germain 1700-yillarda yashagan juda boy odam. Uni bu yerda 1900-yillar oxirida ham ko'rishgan. Bir ayol uning balkonidan pastga sakrab, u ishlashga harakat qilganini aytib qasam ichgan. Yiqilganidan keyin u yana 2 hafta yashagan. Politsiya uning oldiga kelgan, lekin nufuzli odam bo'lgani uchun shunchaki ertaga mahkamaga kelishni buyurishgan. U esa bir kechada hamma narsasini tashlab g'oyib bo'lgan. Uyidan esa yarmi vino, yarmi odam qoni bilan to'ldirilgan idishlar topilgan. Mana shular 3 ta rostdan ham bor afsonalar. Shaharning o'tmishga bog'liq madaniyati bor. 90-yillarda xuddi Anne Rice kitoblaridagidek vampir bo'lishni istagan odamlar submadaniyati paydo bo'ldi. Zo'r jamiyat edi. Vaqt o'tib qiziqish pasaydi. Lekin yangi film chiqqanida yana alangalanadi. Uning qaytishini hali ko'rasiz. Rahmat. Vampirlar jamiyati ichida turli xil tip yoki toifalar bormi? Ha. Ko'proq tarixchiman va afsonalarga tayanaman. Mening maskanlarimda vampirlar tarixini topasiz. Lekin submadaniyat ham bor. Bu yerda Belfazar Ashantezi ismli janob yashaydi. Uning donorlari bor. YouTube'da uning odam orqasini tilib, qonini ichayotgani aks etgan videolarni topish mumkin. U bunga juda jiddiy qaraydi. Bu o'ta xavfli va sog'liqqa zarar hisoblanadi. Qonuniy, lekin zararli. Yana energiyani so'rib oladigan ruhiy vampirlar ham bor. Oh, Ha. bunaqa do'stlarim Ha. juda ko'p. Ular to'lib toshib Ha. yotibdi. Lekin o'z ko'villari va klanlariga ega guruhlar ham bor. Ularning qirol va qirolichasi bor, yig'ilishlar va ziyofatlar o'tkazishadi. O'ziga xos vampircha uslub, vampircha falsafa, shunga o'xshash nimadir. Aynan shunday. Agar odamlar bu jamiyatda atigi bir kun bo'lsa, ularni eng ko'p nima hayratda qoldirgan bo'lardi? O'ylashimcha, bu jamiyatdagi ayrim odamlar o'zlariga qanchalar jiddiy qarashlari ularni hayron qoldirgan bo'lardi. Albatta, hammasi aynan kimga duch kelishingizga bog'liq, lekin ular chindan ham o'z turmush tarziga juda jiddiy yondoshishadi. Bu hamma uchun emas. Kimdir u yerga kirib, darrov qaytib chiqishni xohlab qolishi mumkin. Misollar bormi? Biror tadbir yoki ziyofatlar? Xo'sh, bizda vampirlar ziyofatlari ko'p, lekin Anne Rice bali yoki cheksiz tun bali kabi biz o'tkazadiganlari siz orzu qilgan kino versiya sanaladi. Bu juda go'zal va ajoyib. Kelasiz va qon paketlaridan ichasiz. Aslida bu ko'proq biznesga aloqador. Bizda shunday paketlar bor, lekin siz vampirlar vinosini ichasiz. Sizdagi mana shu vino kabimi? Ha, bu vampir wine vinosi, lekin rolingiz uchun bir narsani ko'rsataman. Biz qon solingan paketlarning 3 turini taqdim etamiz. Bu o'zimiz to'ldiradigan haqiqiy qon paketlari. Biriga Ispaniya sangriyasi, vampir fangriya to'ldirilgan. So'ng bu qon degani, ta'mi juda ajoyib. Xo'sh, vampirlar jamiyatini haligacha ayblaydigan yoki tushunmaydiganlarga nima degan bo'lardingiz? O'ylashimcha, vampirlar jamiyatini ayblab bo'lmaydi. Hozirgi zamonda hamma narsaning iloji bor. To'g'rimi? Bu yerga doim kelib turadigan jodugarlar,
arvoh ovchilari bor. Bu yer arvohlarga to'la. Menda suratlar va faollik haqida ko'plab dalillar mavjud. Xudoyim. Arvohlar tushgan suratlarmi? Ha, Shu yerda. arvohlar bilan, ha. Ha. Bu yerda ko'p narsalar sodir bo'ladi. Yangi Orleanga ko'chib kelishdan oldin arvohlarga ishonmasdim, lekin endi hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ular chindan ham bor. Ilgari bu yerda muhtaram zombining vudu do'koni bo'lgan. Biz Muqaddas Peter ko'chasidamiz. Muqaddas Peter ko'chasi chorrahaning bir qismi. Bu joyni arvohlar vokzali sifatida qurishgan. Bu yerda vafot etgan va u dunyoga ketishni yoki shu yerda qolishni bila olmay ikkilanayotgan odamlar to'xtab o'tishlari uchun. Nazarimda odamlar Yangi Orleanni shunchalar yaxshi ko'rishadiki, shahar arvohlarga to'la bo'lishiga sabab uning qadimiyligi emas, u unchalar qadimiy emas. Yevropa bilan solishtirganda biz yuzdagi kichkina husnbuzarga o'xshaymiz, to'g'rimi? Biroq bu odamlar tark etishni istamaydigan maskan. Uni shunchalar yaxshi ko'rishadi. Bundan tashqari bizda juda ko'p dahshatli o'limlar bo'lgan va odamlar ba'zan o'lganlarni anglamay qolishadi. Hamma yerda arvohlar. Butun fransuz mavzesi arvohlar uchun muqaddas boshpana deya gap. Bu joy esa ular uchun vokzal bo'lib, keyingi yo'lga qaror qilgunlarigacha shu yerda vaqt o'tkazishlariga imkon beradi. Shuning uchun bizda bunaqa faollik kuchli deb o'ylayman. Juda qiziq. Agar sayyoh Yangi Orleanga birinchi marta kelgan bo'lsa va vampirlarga juda qiziqsa, nimani maslahat berardingiz? Butikda vampirdan boshlashni maslahat berardim. U yerda nafaqat bizning boshqa nuqtalarimizga, balki fransuz kvartalidagi barcha sehrli joylarga olib boradigan xarita bor. Ular juda ko'p. Jodugarlarning Next do'koni, ekstrasenslarning Bottom of the Cup Tea Room do'koni bor. Choy bariklari orqali faol ochish va mazali taomlar uchun vampir kafega kirishni maslahat beraman. U yerda ham afsonalarni bilishadi. Kafemiz aynan o'sha qotil vampirlar aka-uka Karterlarning uyi ro'parasida joylashgan. Dorixona ham juda zo'r joy. Yana bizda maxfiy vampirlar bari bor. Unga taklifnomani istalgan maskanimizdan olish mumkin. Shunday qilib, agar vampirlarni qidirayotgan bo'lsangiz, ularni qayerdan topishni ko'rsatamiz. Hech xavotir olishmasin. Katta rahmat. Sizga rahmat. Bu juda ma'rifiy, qiziqarli va g'ayrioddiy intervyu bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Sizga eng yaxshi tilaklarni tilayman. Rahmat. Ha, sizga ko'rsatmoqchiman. Mana bitta arvoh. Bu juda yaxshi surat. Uni bir xaridor ayol olgan. U shu yerda tasvirga tushirgan narsasini ko'rsatish uchun kirgandi. Bu xonada eri bilan o'g'lini suratga olayotgan bo'lgan. Uyiga qaytib ko'rganida u yerda mana bu yigit turganini payqagan. Jinga o'xshaydi, to'g'rimi? Orasidan qandaydir tutun, yana qo'llarini qovushtirib olgan. Ko'ryapsizmi? Ha, aftidan shoxlari ham bor. Ha, shoxchalari, kichkina shoxchalari ham bor. Yolg'izlar. Tepasiga qarang. Ustida yana qo'y arvohi ham bor. Bu chindan tushuntirib bo'lmaydigan holat. Shunchaki telbalik. Lekin bularning hammasi u o'sha paytda arvohni ko'rmagan ham. Qaytganida esa voy bu nima deb hayron qolgan. Ko'rishni xohlaysizmi? Mana. Ha, ko'rsating. Bu juda ham ajoyib. Bu surat haqida nimadir demoqchimidingiz? Ha, qarang, mana bunday tursangiz, mana shunday yaxshiroq, ha? Xo'p, mana. Yaxshi. Endi ko'ring-chi. Suratda siz ham borsiz. Mana. Ya xudoyim, suratda men ham borman. Yaxshi kadr chiqibdi, to'g'rimi? Ha.